Ya bu nömerden yaşırıp koydu bular. Qaysi nömerdagi mashinada ketganlar ko'rik qo'yalar. Yuluma, qani to'g'ri aytdilarmi shuni? Noto'g'ri aytdilar buni. Shu yerda xalqqa xizmat etib turibdimi shu? Zakoniy xizmat ettiradi. Bizlar gulib o'ynab ayttirdik-da. Hem arzon bahada o'tdi bichara. Qani gapli dollar bormi yana? Ben doğru zaten Savdangiz normalmi edi? Var. Şükür patentlerimiz hem özümüz saz edi. Dokumentlaringiz bormi edi? hem arzon bahada koyduruyordu bichara. Yazda gelirse karasam buz kesek oraya yuttular meyve şeyinde. Fırın olsa beledi fırın yok olsa kardan beledi bichara. Ama öyle şey geldi halkama. Tepede oturanlar. Ana, ina qaldırıb yatibdilar, ina dükanlı inşördən, qışlaq xo'jalik mahsulotlari, hamma karishka, piyoz, shunday meva-cheva, mandarin, lim hamma vaji bor edi inşör. Pazara qaranda arzon edi bu ne? Hech kim ham mishatam etib turg'i yo'q edi. Pazara qaranda arzon edi bu. Shunchalik xalqni o'ylab. Ben sabır baktım. Hemmesi narazı olacaktı şuradan domik dağanlara. Ko'p odam norozi Guluma, to'g'rimi? Hem ben narazı ol tuttum. Ben narazı olma. Bir Almanı 4 milyonla aldım ben şuradan. 3 milyon 4 milyon. Ana. Başka pazara varsa 6 milyon. 8 milyonda vurdular. Kartla eski bunun dedik. Pazar var. Kim bitti sattırmadı. Hech kim ham mishati yo'q edi shuni. Hech kim ham mishati yo'q edi. Ne suyunu vat koydum. Doşta şart bir kere. Ava, ijara shartnomasi ham bor edi. Ava, hamma narsasi qonuniyat deb to'g'rilab qo'ydik. Bir vaqtlari 2023'te ko'rib chiqqan bir sotning qarorini qasos etdilardan alasan deb, naqoyinda yaxshi undan keyin sot ko'rib chiqqan bo'lsa, naqoyinda topgan bo'lsa, undan keyin ijara shartnomasi aytildi u oliy sotning aytgandan keyin. Oliy sotda Bolta Hojiyevaning o'zi aytdi, ijara shartnomasi qilsangiz dedi, hech qanday muammo yo'q dedi. Ijara shartnomasini qildik. Endi ne? Yana viloyat hokimi Jo'rabek Rahimov. Ko'ring buni Shovot rayonida bo'lgan ishlarni, Shovot rayonidagilarni aytib o'tirgan ishini. Ko'ring buni. Xalq maqsad nima bu? Maqsad xalqqa azob berishmi yo xalqning ehtiyojini qondirishmi? Nima bu maqsad o'zi? Ijara shartnomasi ayt dedilar. Necha aytdi masalan? Necha aytadilar mana ayt deb. Hokimiyat shunday xat berib qo'ydi, ijara shartnomasini ayt. Muammo bo'lmaydi deb. Kadastr berib qo'ydi shunday xatni. Aytganimdan keyin aytib turibdi bular. Ijara shartnomasini aytib, hammasini to'g'rilagandan keyin aytib turibdi bular. Mana 23-yildagi berilgan da'vo arizam bilan 24-yil 1-mayda ko'rib chiqilgan Shovot tumanlara fuqarolik sudini qarori bilan shu ina qaror hali bekor bo'lmagan deb turib aytib turibdi bular. Ana uchun unda men ijara shartnomasi aytdim. Nima uchun deb xalqni meni al deydilar, xalqni al deydilar.